Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari. Bugun ajoyib yangilikni ko'rsatamiz biz. Mana yo'llarimiz ochiq, Zarmasdan kelayotgan yo'llar. Yo'llarni hammasini ko'rsatib boramiz. Zarmasliklar ozroq yo'lni to'g'irlash kerak faqat. Yo'llarni ozroq tekislab chiqish kerak, sharcharak kelayotgan. Yo'ldan o'tib kelsa bo'ladi. Mana yo'limiz ochiq. Faqat tepadan shag'al tushib, daryoni qumi bosib qolgan yo'llarni. Keluvchilar yo'limiz mana shunday qisqarib, yo'lni to'g'irlash kerak. Yo'lni tekislab chiqish kerak. Eshaklar bemalol ketadi keyin. Mana shuni tepalik paydo bo'lib qolgan qum, tosh, tepadan tushgan sellar. Sharsharadan tushgan. Mana yo'llarni tekislab chiqish kerak mana. Podiyom. Ana shu yo'llarni to'g'irlab chiqish kerak. Mana tosh bosib qolgan yo'llar. Mana shular to'g'irlab chiqsak, ko'pchilik bo'lsa 2 soatga bo'ladigan ish. Mana shu tepalik paydo bo'lib qolgan. Mana sharsharamiz. Hamma tomon tosh bosib qolgan. Yo'llarni qarang mana. Qancha balandga chiqib ketgan. Mana shu yo'llarni tushirib, eshak yo'l qilish kerak. Zarmaslar o'tadigan yo'l mana shu tosh bosib qo'ydi mana, qumlar bosib qo'ydi. Qum bosib qolgan mana. Mana shu tepadan tushgan mana shunday joydan tushgan, sharsharadan mana. Sharshara ichidan tushib kelgan. Faqat yo'lni to'g'irlash kerak bo'ldi. Eshak odam o'tadi. Mana yo'llar qisqarib, qum bosib qolgan tepalik qilib. Mana. Sharsharadan tushgan qum mana shuna tepalik bo'lib qolgan. Qum bosib qolgan. Juda katta sel chiqqan. Bu qumlar qayerdan kelgan? Qumlar qayerdan kelgan? Sharsharadan kelganmi deyman qumlar, mana qumlar. Ya daryonikimi? Sharsharadan keyin. Eshak bo'lmasmi? Yo'q, endi kelayotgandir-da. Mana sel chiqib, o'tin, qum, tosh bosib qolgan yo'llarni.